Demak, xo'p. Jinsiy holat kichkinaligida har doim operatsiya qilib uni kattalashtirish kerakmi? O'sha bemorda yoshi ham katta ahamiyatga ega. Mana hozirgi kelgan bemorimiz 16 yoshli yigit jinsiy holatni kattalashtirish uchun operatsiyaga kelyapti. Lekin vaholanki bu yerda asosiy problema jinsiy holat kichkinaligi emas, ikkilamchi jinsiy belgilarda orqada qolayotgani, ya'ni jinsiy holatda razmeri, mayaklari, tuklanishi, ovozi, o'zini tutishi, kirishimliligi, uyatchanligi hammasi hozir orqada. Analizda testosteroni polностью 0,1 chiqyapti. Вообще 16 yoshga nisbatan umuman orqada qolyapti. Hozir aka olib keldingiz mana. Kim maslahat berdi, misol uchun o'shani operatsiya qilish kerak deb? Sizni YouTube'dan tomosha qilib, reklamangizni ko'rib keldikda. Operatsiya qilib kattalashtirsa yordam beradi deb o'yladingiz, to'g'rimi? Yordam beradi deb o'ylab keldim. Deb yigit misol uchun hozir jinsiy holat razmeri, tuklanishi, hamma narsasi hozir orqada. Hozir bu holatda prostatak operatsiya qilib jinsiy holat chiqarib qo'ygani bilan uni ikkilamchi jinsiy belgilari polностью shakllanib ketmaydi. Bu yerda hozir polностью testosteronini, jinsiy gormonlarini tiklab, ikkilamchi jinsiy belgilarni polностью joyiga shakllantirish kerak. O'shanda asbob jinsiy holat ham o'z-o'zidan kattalashadi. Hozir prosta yoshiga nisbatan orqada qolyapti.